Immunitet nimaga tushib ketadi birinchi trimestrda homiladorlikda? Holat 18 haftadan 22 haftagacha bo'lgan davrda, homiladorlik davrida suv kir bo'lish bu norma holat hisoblanadi. Immunitetini tushiradi. Ona organizmidagi immunitet tushgandan keyin bu bolaga ham ta'sir qiladi. Va tabiiy narsalar bilan immunitetni oshirish kerak birinchi trimestrda, ya'ni birinchi 3 oylikda. Assalomu alaykum. Men Durdona Faxriddinovna, preventiv integrativ ginekolog, shifokorman. Sizlarga bugun homiladorlik davrida shamollash, ya'ni gripp bilan shamollash to'g'risida gapirib bermoqchiman. Ya'ni qaysi srokda shamollaganda yomon asoratlarga olib keladi. Demak, hamma biladiki, homiladorlikni birinchi 3 oyligida kim shamollasa, homilador ayol shamollasa, bolani hamma organlari rivojlanayotgan davr hisoblanadi. Birinchi haftadan 12 haftagacha. Shu haftada ko'pincha ayollarimiz shamollashadi, ya'ni yoki yuqtirib olishadi gripp, chunki nimani hisobiga ular shamollaydi. Nima uchun hamma homiladorlikda birinchi 3 oylikda nima uchun shamollashadi? Ularda immunitet tushib ketganligini hisobiga qatga borishsa shamollab qolishadi. Demak, immunitet nimaga tushib ketadi birinchi trimestrda homiladorlikda? Homila o'zi ayol kishiga yot modda hisoblanadi organizmiga, chunki erini beloki organizmga tushgandan keyin organizm aytadi, bu meni organizmim emas, ichimga bir nima kirib qoldi, ya'ni inorodniy telo, yot modda turibdi deydida, immunitet tushib ketadi. Qo'lingizga zirapcha kirsa ham, betingizga narsa kirsa chiqib ketishga harakat qiladi-ku. Xuddi shunaqa u ham eringizni beloki ichingizga tushgandan keyin organizm chiqarib tashlashga harakat qiladi shu kichkinagina plodniy yaitsoni, ya'ni bolani. Va shuni hisobiga, organizmda yot modda hisobiga, yot modda turgani hisobiga immunitet tushib ketadi va shamollash ko'proq yuqishi kuzatiladi. Demak, biz bunaqa holatda nimalar qilishimiz kerak? Birinchi trimestrda homilador bo'ldingizmi, o'zingizni saqlashingiz kerak. Mana shu shamollashi bor odamlar bilan gaplashishga, yallig'lanishi bor, ya'ni gripp bo'lgan, covid bo'lganlar bilan ko'pincha aloqaga chiqmasligingiz, ommada ko'p yurmasligingizni tavsiya qilaman. Va immunitetni oshirish uchun birinchi tabiiy yo'llardan biri bu vitamin C, ya'ni oziqani ko'paytirishimiz kerak. Birinchi trimestrda mana shu ko'p toksikoz bo'lganligini hisobiga, ayollar toksikoz bo'lganligini hisobiga ham suv kam ichadi, ovqatlanmaydi, qaysarlik qiladi va shuni hisobiga ham immunitet tushib ketadi, yaxshi ovqatlanmaganligini hisobiga. Uni hisobidan ham ko'pincha mana shunaqa shamollashlar yuqishi mumkin. Hech kimga yuqmagani ham bularga yuqishi mumkin, chunki immunitet tushib ketgani hisobiga. Demak, nima qilishimiz kerak? Homilador bo'lganingizni eshitdingizmi? O'zingizni shifokoringizga uchrab, analizlarni topshirib, vitamin minerallaringizni davom ettirishga, ya'ni vitamin minerallaringizni tiklashga harakat qilishingiz kerak. Bularga nimalar kiradi? Yod preparatlari, vitamin Dingizni qarab turib, qon quyi suyuqligingizga qarab, koagulogrammaga qarab turib, gomosistinga qarab turib, o'zingizni vitaminlaringizni, organizmdagi vitamin minerallarni tiklashga harakat qilishimiz kerak va shunda sizni immunitetingiz baland bo'lib, shamollash kasalligi yuqmasligi mumkin. Va ommaga kirganingizda shamollashga bor joyga borishingiz kerak, majbursiz, yoki bog'chaga yoki maktabga borishingiz kerak. Ko'chada qancha kasal bor bilmaysiz, yuqadimi deb o'tirmasdan, birinchi o'rinda imbir bilan kurkumani ratsioningizga qo'shishinglarni tavsiya qilaman va limon choy, shipovnik, tabiiy narsalar bilan oziqlanishimiz kerak va tabiiy narsalar bilan immunitetni oshirish kerak birinchi trimestrda, ya'ni birinchi 3 oylikda. Vitamin minerallarni ichib, tabiiy har kuni shipovnik turshak damlab qo'yib, shularni ichib yurishinglarni tavsiya qilaman. Ikkinchi trimestrimizda, ya'ni ikkinchi 3 oylikda skrining tekshiruvlarni o'tkazamiz. 12-13 haftalikda va 18-19 haftalikda ikkinchi skrining o'tkaziladi. Shu haftada ikkinchi skriningni o'tkazganda ko'pincha qizlarimiz 18 haftadan 22 haftagacha ko'pincha qizlarimiz kelishadi, mani suvim kir bo'lib ketibdi, antibiotik yozib berdi, o'zi vrachim deb aytishadi. Men aytaman, yo'q, bu haftada o'zi norma holat 18 haftadan 22 haftagacha bo'lgan davrda, homiladorlik davrida suv kir bo'lish bu norma holat hisoblanadi. Ya'ni kir bo'lib ketmaydi. UZI apparatda ko'rganda ozgina kirga o'xshab loyiqalanish paydo bo'lganga o'xshab ko'rinadi, chunki platsentani o'zini vazifasi bo'ladi. Shu 18 haftadan 22 haftagacha shu vazifasini bajarganda shunaqa ko'rinadi. Bu holatlarda antibiotiklar ichib,
yana battar immunitetinglarni tushirishinglarni tavsiya qilmayman. Albatta, har bitta antibiotik ichishdan oldin vrachinglar bilan maslahatlashinglar. Antibiotikni man tavsiya qilmayman homiladorlik davrida. Agar ayolda ismasi chiqib, 3 kundan ortiq ismalasa, 39 dan ismasi chiqib tushmasa yoki pochkada qanaqadir vaspolitniy protsess yoki yallig'lanish prosesslari bo'lmasa, man antibiotikni bermaslikka harakat qilaman. Chunki antibiotik bu organizmni immunitetini tushiradi. Ona organizmiga immunitet tushgandan keyin bu bolaga ham ta'sir qiladi. Va bola tug'ilgandan keyin ichaklari yaxshi ishlamasdan, ya'ni yig'loqi bo'ladi ko'pincha ichaklarda disbakterioz bo'lganligini hisobiga. Bu onadan o'tadigan bolaga meros hisoblanadi. Shuning uchun antibiotikni iloji boricha ichmasliklarini tavsiya qilaman homiladorlik davrida. Shamollagan yallig'lanish protsessi bo'lsa, shamollagan davringlarda ham antibiotik yozib berishadi. Sirazi borsanglar antibiotik qilishadi. Man uni tavsiya qilmayman. Yo'tali bo'lmasa, bo'ldi shamolladimi, suv kir bo'lib ketadi deshadi, tavsiya qilishadi. Yo'q. Uni oldini olish uchun o'zi vitamin minerallarni tiklab, vitamin C larni, vitamin D larini, shu yallig'lanishga qarshi bo'lgan preparatlarni qabul qilsak, o'zi shundoq ham antibiotiksiz chiqib ketishinglar mumkin. Ko'p suyuq ichib turib, issiq ichib detoksikatsiyani yaxshilaganimiz hisobiga, jigarni yaxshilaganimiz hisobiga antibiotiksiz homiladorlikni o'tkazsak bo'ladi. Agar albatta ismi baland bo'lsa, qachon antibiotiklar buyuriladi? Homilador ayolda ismi baland bo'lsa, 3 kundan ismi tushmasa, ya'ni 39-38 bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina antibiotiklarni bersak bo'ladi. Yoki umumiy peshob tahlilida leykotitlarni baland bo'lib ketsa, большом количестве leykosit bo'lib ketsa, unda ham albatta antibiotik beriladi, chunki pochkani yallig'lanish boshlanmasligi uchun. Bir xil qizlarimiz bor. Yo'q, men antibiotik ichmayman, antibiotik lecheniya qilaman. Antibiotiksiz lecheniya qiladigan davr bor. Antibiotik bilan lecheniya qilinadigan davr o'zini situatsiyasiga qarab, organizmga qarab u holatlardan buyuriladi. 3-trimestrda esa ayollarimiz shamollaganda, yallig'langanda to'g'ri, suv o'zi normada 34 haftadan keyin уже kirlanishni boshlaydi, chunki bola tug'ilishga yaqin bu prosess yuzaga keladi. Uni ko'rib ham sirazi antibiotik ichib tashlashinglarni tavsiya qilmayman. Oldin chuqur tekshiruvlardan o'tib, keyin antibiotiklarni ichishlarini tavsiya qilaman. Homilador ayollarimiz hech qachon o'zligiga назначение qilishligi kerak emas. Demak, singlim kasal bo'ldi, men buni ichuvdim, yaxshi bo'lib qoldi, yoki qo'shnim aytuvdi, shuni ichuvdim, yaxshi bo'lib qoldim, yoki yaxshi bo'lgan ekan, men ham ichdim, yoki aptekachi aytdi, men buni ichdim. Yo'q, hammani organizm individual qizlar. Shuning uchun sizlardan iltimos qilardimki, hammani o'zini vrachi bor, vrachga chiqishinglarni, shamolladinglarmi, pochkanglar og'riydimi, homilador ayol bir oyda bir marta ginekolog nazoratida bo'lishi kerak. Demak, ginekologga bora olmaymiz, bizning qurbimiz yetmaydi yoki sharoitim yo'q deyishadi. Men aytamanki, poliklinikaga chiqsa bo'ladi-ku. Poliklinikamizda tekin, sharoit yaratib qo'ygan, hamma narsani sharoiti bor, UZI bor, analizlar bor. Hamma narsa poliklinikamizda xalqimiz uchun qilingan. Shuning uchun qizlar частный klinikalarga kelib borishinglar shart emas. Poliklinikaga chiqinglar. Yallig'landimi, shamolladimi, poliklinikaga chiqinglar. Mazanglar bo'lmayaptimi, skoriy chaqiringlar. Shuning uchun qizlarjonlar, homilador bo'lgan ayollarga men birovni tavsiyasi bilan dorilarni, preparatlarni, vitaminlarni ichishinglarni tavsiya qilmayman. Hammaning organizmi har xil. Menga tushadigan dori sherigimga tushmasligi mumkin. Menga tushadigan dori sizga tushmasligi mumkin. Sizga tushadigan dori menga tushmasligi mumkin. Shuning uchun organizm bilan o'ynash bo'lmaydi. Tim bo'lib homilador ayollarga o'zidan o'zi men buni ichsam yaxshi bo'lar ekan yoki ana vrach aytuvdi vitamin D ni ichishim kerak ekan. Yo'q. Buning uchun oldin tekshirtirasizlar. Analizlaringizga qarab sizlarga podbor qilinadi, nima vitamin, nima mineral yetishmayotganligi va shunga qarab ichishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim.